Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan quloqdagi shovqin to'g'risida gaplashamiz. Quloqdagi shovqin bu bosh miyada qon aylanishi buzilishi hisobiga kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Qabulimda kelgan bemorlar buni turlicha tasvirlaydilar. Aytishadiki, doktor, qulog'im tagida qandaydir motorimi, nimadir ishlaydi, 24 soat shuvillaydi yoki chiyillaydi yoki turlicha tasvirlaydilar. Uyqu bermaydi, tinchlik bermaydi. Yonimda turgan odamlarning gapini eshitmayman, shovqin balandligidan deb shikoyat qilib keladilar. Bunda bemorlardan so'raganda bir necha yildan beri shu holat kuzatilayotganini aytishadi. Bemorlarga tavsiyam, buni qancha erta aniqlab, qancha erta davolasak, natijasi shuncha yaxshi, tezroq kuzatiladi. Yuqorida aytib o'tilgan muammolar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, bizlar bilan bog'laning. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosing va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan quloqdagi shovqin to'g'risida gaplashamiz. Quloqdagi shovqin bu bosh miyada qon aylanishi buzilishi hisobiga kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Qabulimda kelgan bemorlar buni turlicha tasvirlaydilar. Aytishadiki, doktor, qulog'im tagida qandaydir motorimi, nimadir ishlaydi, 24 soat shuvillaydi yoki chiyillaydi yoki turlicha tasvirlaydilar. Uyqu bermaydi, tinchlik bermaydi. Yonimda turgan odamlarning gapini eshitmayman, shovqin balandligidan deb shikoyat qilib keladilar. Bunda bemorlardan so'raganda bir necha yildan beri shu holat kuzatilayotganini aytishadi. Bemorlarga tavsiyam, buni qancha erta aniqlab, qancha erta davolasak, natijasi shuncha yaxshi, tezroq kuzatiladi. Yuqorida aytib o'tilgan muammolar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, bizlar bilan bog'laning. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosing va yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan quloqdagi shovqin to'g'risida gaplashamiz. Quloqdagi shovqin bu bosh miyada qon aylanishi buzilishi hisobiga kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Qabulimda kelgan bemorlar buni turlicha tasvirlaydilar. Aytishadiki, doktor, qulog'im tagida qandaydir motorimi, nimadir ishlaydi,